Rasul akram alayhissalatu vassalom sahobai ikromlardan biriga aytganlar: "Men senga eng yaxshi sadaqani yoki sadaqalarda ham savobi ko'p narsani aytayman" deganlar. "Ha, Allohning rasuli ayting" deganlarida, o'zini ayol zotidan bo'lgan yaqin kishisi oilasi buzilib qaytib kelsa, qaramog'iga odam qolmasa, shunga pul sarflagan odam eng yaxshi odam bo'ladi. Sadaqani eng yaxshisini qilgan bo'ladi yoki sadaqadan ham yaxshiroq savobli ishni qilgan bo'ladi deganlar. Ana o'shanaqa oilasi buzilib qolgan, ayol kishi boradigan joyi yo'q, qiynalib qoldi, ishlay olmaydi. Ana shunga qarasa, shuni boshini silasa, ko'nglini ko'tarsa, taom bersa, kiyim bersa, boshqa qilsa, dunyodagi eng yaxshi sadaqa shu ekan. Sadaqadan ham yaxshi amalni demak qilgan bo'lar ekan. Ana bizning dinimizda ana shunaqa oilasi buzilib, qarovsiz qolgan ayol zotiga shunchalik e'tibor berilgan ekan.